Qaranglar. Aqllab qo'ygan. Endi ko'chaga chiqmoqchi turgan. Hammaga assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Bugun mana Xudo xolasa dam olish kuni. Uydan chiqdim yana. O'rmonlarning ichidan. O'rmonning ichida o'zi bitta bizning uy bor, kvartira. Turga akamiz bor, o'shani uyga qarab ketyapman endi. Buyoqdan biz turgan kvartiradan 7-8 kilometr uzoqroq yo'l bilan ketyapman asta-asta. Boraveramiz. Qochishda davom etinglar. Ketyapman mana asta-asta. Dalalarga makka ekkan. Makkalar ham katta-katta o'qigan. Bu yakshanba hech kim yo'q. Hozir o'rmonning ichiga kirib ketaman. Yo'llardan video qilib ko'rsataman. Yo'lga yaxshi, lekin gap yo'q. Yo'l dahshat. Bitta ham yo'q. Qaranglar, mana yoqqa. Mana shu yaxshi ko'rib turganinglar bor-ku, hammasi kartoshka ekan, kartoshka ekkan ekan. Yaqinroq borib qaradim. Bu tarafda ham, bu tarafda ham. Hammasi kartoshka. Necha tonna chiqadi deb o'ylaysizlar? Oxiri ko'rinmayapti kartoshkalar. Kartoshka ekib. Mana bu turbadan suv o'tadi. Sug'orish uchun suv o'tadi, shlanklar bor. Shlanklar o'zi otib beradi suvni. Mana. O'rmonlar ichlariga kirib ketyapmiz sizda. İçiga ham qo'yibdi. Ya makka qo'yalar. O'rmonning ichiga kirib ketyapman o'sha. Eng qizig'i havo bulutli, juda salqin, sovuq ham desa bo'ladi. Yomg'ir уже asta-asta tomchilab boshlayapti. Gradus ham 20 gradus edi bu yoqqa qaraganimda. Havo salqin, ancha salqin. Veliga ham qirqirlab yedi, lekin orqa kirib olsinmi? Veliga ham bir Makedoniyalik bir bratnikini oldim. Haydab turishga ana shlanka o'tgan mana bu. Shuna kattaligida 50 bo'lsa-da. Men ketyapmiz endi. Bu ferma. Bu ferma ekan. Katta yo'lga ham chiqib oldim, xudo xolasa. Endi asta o'ngga burilamiz. Yana to'g'ri endi o'ngga qarab ketaveramiz shu yo'l bilan. Mana shu yo'lda xolos to'kkalashdi uch tarafda. Ko'chalar qiraydi, yo'llar. Spokojno, joylar. Xorvatiya bilan Germaniyaning uylari shu boshqacha ekan. Bir xil emas ekanda. Germaniyaga boshqacha, xuddi amerikanskidek qurilgan uylar. Ko'rib turishingiz mumkin. Hech qanaqa bir darvoza bor, bir boshqa bor, hech narsa yo'q. Turush ketamiz yana bir 4 kilometr. Yomg'ir ham tomchilayotibdi. Ketdi mana yarmi. Qalin o'rmonlashib. Hech kim yo'q yakshanba kuni. Spesialli qayerda ko'rgan bo'lsam shu Germaniyaning yo'liga spesialli mana shu velik uchun обязательно yo'l qilib qo'yar ekanda. Bu mashina yo'l bo'lsa, peshxod ham, velik yo'lda ham mana shu ekanda, xullas. Kichkina обязательно yo'l qilib qo'yar ekan. Ronmo chiqib ketadi, aytib qo'yadi.
To'ng'izga o'xshagan. Astagfirullah, chiqmay tursin endi. O'tib ketaylik. Belim ham ketardi, shaqillab. Ko'rmoqlar akalar, balandligini qaranglar bu daraxtlarning balandligini. Olmaxon ham ko'rinmaydi. Yomg'ir kuchaydi, yomg'ir. Yomg'ir kuchaydi. Qorday qilib yog'yapti, yomg'irlar maydalab. Allohga tavakkal ketdim, yarim yo'ldan qaytmayman endi. Ha, yomg'ir ham kuchaydi mana. Yomg'ir ham yog'yapti. Yarim soatdan beri yo'ldaman. Xudo xolasa ozgina qoldi mana, ozgina qoldi. Ashti kelib qoldik. Mana shu sal shahar ko'rindi. Zapravkaga hech qayerga to'lov qilish degan narsa yo'q. Kelasiz, o'zingiz tarsiz. O'zingiz to'laysiz. Xohlaganingizcha quyib ketasiz, bo'ldi. Qaranglar. Yomg'ir kuchaydi-da. Hali ham osmon yopiq bo'ldi, osmon ochiq bo'lsa chiroyli ko'rinadi bu atmosferalar. Okean qaranglar, uzunligini. Shu 2 metr bo'lyapti. Shunlar ketyapmiz mana. Ozgina qoldi. Turkni o'zi bilmaydi lekin. Turk qardoshni o'zi bilmaydi hali kelganimda. Istagina boryapmiz-da. Uyda bo'lsa kerak. Hech kim yo'q, qaranglar. Hech kim yo'q. Hop. Germaniya. Ben pastga qoldim uyga. Xullas mana keldim uyga. Mana bu ham firmaning mashina. Mana shu yerda turibdi. Shu yerda turishadi. Mana shular shaharchasi xullas. Pakiramiz bor-ku. Maşallah. Şık turşuyordu. Geldim ben. Bizi geldiler şeklince de şurada. Otoxonada var şunday. Ben şu xonada mı? Ana abi ne oluyor? Hem ki oldum. Kardeş de oluyor. Götürünmez olur. Hani yağmurdan ki havaya dahşet böyle yattı. Herhalde şöyle. Tiye şöyle. Parçalardı herhalde. Buradan mı bor? Stadyon borum diyeyim abi. Bak götürsün belki.
Yakshanba kun damlarda ham olyapmiz. Gardaşda oldu keldik, abi Gardaşda. Öyle. Ha, bu kvartirasini orqa tarafi ekan. Zo'r joy o'tirsa bo'ladi. Havo toza, havo samidan osmonni qaranglar, maşallah. Osmonni qaranglar, osmon, maşallah. Abi Gardaşda oldan ham ketdim, mana endi uyga qarab ketyapman. Uylarni qaranglar, sizlarga ozroq uylarni ko'rsatib o'tib ketay dedim. Maşallah, qaranglar. Uylarni qaranglar. Amerikanskiy. Juda Amerika ko'chalari yurganda o'zim his qilyapman. Şöyle yo'q. Qaranglar. Atmosfera ham bomba bo'lyapti. Kadrlarga ham zo'r chiqyapti. Havo ham telefonda bilib olaverasizlar, havo qandayligi. Unchalar toza bo'lyapti havo. Hammasi uyga gullar ekib tashlaydi, gullar, aksiyalar. Maşallah. Bu go'zallikni qaranglar, go'zallikni. O'zi yo'lim bu tarafda emasdi, to'g'risi. Shu mahallaga kirgim keldi. Boylarning mahallasiga bir kiray dedim-da. Keyin o'zimiz qishloqqa qaytamiz. Bugun yakshanba, shuning uchun hech kim yo'q. Ko'chada pashti. Joylarga kelib kelishim nasibdi. Hammaga kelish nasib qilsin niyat qilganlarga. To'g'risi hayolimga kelmagan bu yerlarga kelishim bor-ku. Alloh nasib qilib mana shu yerlarga keldik-da. Nima ekan bu joy? Tushunmadim. Keyin mana ingliz tili ham uncha o'tmas ekan Germaniyaga. O'zini tili. Bo'ldi, tamom. Yoki fransuz tili. Nemis tilini o'rganish kerak ekan yaxshilab. Uyda qaranglar, ana uyda. Voh, mashallah. Uylarni qaranglar. Как американский uylar.
Bizga mana endi quyosh botyapti. Quyosh botishini qarayman. Chiroyli. Mashalloh. Ey, anaqadan yovvoyi quyonlar yuribdi.